Yoshim 15 yoshlar atrofida edi. O'sha payt bir qizni uchratdim. Uzoq qarindoshimizga borganimda. Bu qiz yoshi 20-25 yosh atrofida, mendan katta. Lekin juda ko'p gapirayotganda kulardi, kulganda ko'zlari chaqnab ketardi. Gap davomida bildimki, u qizda ruhiy kasallik borligini. Va u qiz ruhiy kasalligi ham qay darajada kuchli emas edi. Lekin gaplashgan odam asta-asta ruhiy holatini sezib borardi. Bir mahal u menga qaradida, xuddi men uni sezayotganday. "Bilasanmi nimaga men bunaqa?" dedi. Men hayron, indamadim. Chunki jur'at qila olmadim. 5-6 sinflar edim. O'sha payt bir yigit orqamdan yurishni boshladi. Buni dadam bilib qoldi. Uyda akalarim bor 4 ta. Bilib qolishgandan keyin meni uyga olib kirib, oyog'imga issiq temir bosishdi. Shundan keyin men shu holatga keldim dedi. Ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman. Oradan vaqtlar o'tdi va o'sha qizni 4 ta, ya'ni 4 marta uylanib ajrashgan, qamalib chiqqan insonga turmushga berishdi. 1 oy 2 oy yashab, u qizni u insonni haydab yubordi. Lekin aslida ayb u haydab yuborgan erdami yoki bu qizni o'sha holatga keltirgan otadami? Yana bir holat. O'zimni yoshlikdan birga o'sgan eng yaqin o'rtog'im juda ham yaxshi qiz edi. Men uni yaxshi bilaman, lekin shunday bir tuhmat bo'ldiki, bu narsa asta uni ruhiy holatini sindirishni boshladi. Bu bo'ldi, o'rtog'imda ham ruhiy xastalik boshlandi. Ko'chaga chiqmay qo'ygan. Har safar borganimda ko'rishga harakat qilaman, lekin ko'rishga borganimda farzandlarimni olib bormayman yoki o'zimni juda ham oddiy holatda tutib boraman. Sababi meni ko'rib siqiladigan holatda emas, lekin meni o'zimni ko'nglim sig'maydi. Chunki meni birga o'sgan o'rtog'imni bu holatda ko'rish yoki o'zimni zo'r ko'rsatish. O'zim bir o'quvchim bor edi. Bir chiroyli yigit, o'smir yoshidagi, 16-15 yoshlarda. Lekin negadir duduqlanib gapirardi. Bir kuni men ahmoq uni otasiga bola dars qilmay kelganini aytibman-da. Kelasi dars o'quvchim alamli holatda keldi. Bilsam, otasi uni remen bilan qamchilab urgan, ramiga sochini kal qilib tashagan. Bilmayman, cheksiz aytishim mumkin bunaqa misollarni.